umuman ko'rmaganman umrimda bunaqani lekin. Assalomu alaykum aka, tuzum charchamayapsiz. Biz Dreamlight kompaniyasidanmiz. Asfisheni mahsulotlarini sotamiz. Agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, mana shu sovg'ani yutib olishingiz mumkin. Mana shu odam kim? Bilmadim. Yo'q, bu sun'iy intellekt aka. Steve Jobs. Dreamlight kompaniyasidanmiz. Okey, Asfisheni mahsulotlarini sotamiz. Tushunarli. Shahar bo'yicha 4 ta filialimiz bor. Agar savolimga to'g'ri javob bersangiz, mana shu sovg'a sizga. Mana shu odam kim? Hikmat kelib qarab ketgan. Thomas Edison. Thomas Edisonmi? To'g'ri. Edison emasmi? O, gap yo'q lekin. Thomas Edison. Nima ixtiro qilgan bu odam? Lampochka. O'sha lampochka. Chiroyli lampochkanida. Muzlatgichmi? Bu odamni ismi Thomas Edison. Lampochkani ixtiro qilgan odam. Yana bitta savol beraman. Agar topsangiz, mash pazarlik sizga. Bu nima? Muzika aytadigan emas. Aylantirsangiz o'sha aytadi. Yo'q, u narsa emas bu. Kalonkanni eski varianti emasmi bu? Hikmat boyaga diskga qo'yib turib aylantirasiz nima edi? Karnay bo'ladi, disk bo'ladi katta tayda. Fizikada o'tdik-ku darsda. Fonograf. Fonograf. Qoyilman lekin to'g'ri javob berdingiz, okey. Dreamlight kompaniyasidan mana shu svitinlik sizga sovg'a. Svitinlikni siz yutib oldingiz, haqli ravishda. Rahmat. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Va rostdan. Instagramda podpiska qilib qo'ying.